Kitob o'qigan insonlar tasavvuri keng bo'ladi. Kitob o'qigan insonlarning nutqi ravon bo'ladi. Kitob o'qigan insonlarning maqsadi aniq bo'ladi. Kitob o'qish orqali insonlar yuksaklikka erishadi. O'tar dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar. Bolaga kitob bering, bola oq qush, oq kabutar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar. Bolaga kitob bering. Avliyozod nurlarim, yurakka sayrlarim, lisonu tayrlarim. Bolaga kitob bering. Xazinai jahon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u. Bolaga kitob bering. Yo'lga kirmasdan, peshonaga urmasdan, kimdur xanjar bermasdan, bolaga kitob bering. Ko'zi ochiq ko'rmasdan, shayton yo'ldan urmasdan, otadan yuz burmasdan, bolaga kitob bering. Avliyozod nurlarim, yurakka sayrlarim, lisonu tayrlarim. Bolaga kitob bering. Xazinai jahon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u. Bolaga kitob bering. Buxoriy sarvarim u, Termiziy anvarim u, Mahmud Zamaxshari u. Bolaga kitob bering. Xazinai jahon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u. Bolaga kitob bering. Keskir qilich bo'lsin u, kitobga uch bo'lsin u, yengilmas kuch bo'lsin u. Bolaga kitob bering. Navoiyni bilsin u, yoningizga kelsin u. Baxtli bola bo'lsin u. Bolaga kitob bering. Avliyozod nurlarim, yurakka sayrlarim, lisonu tayrlarim. Bolaga kitob bering. Xazinai jahon u, kichik Abu Rayhon u, sizga qarab hayron u. Bolaga kitob bering. Bolaga kitob bering.